Uyghur xalq çöçeklerinden tanlanma. Telvi köy oğul. Qavul bilan To'lin ay ata-onasining uyiga mehmonga beribdi. To'lin ayning otasi, opasi va boshqa tuqqanlari ularning oldiga chiqib qarshi olibdi. Ular mehmonlarning oldi-keyni yig'ilg'icha qo'ro ichiga tikilgan meva ko'chatlarni, rangarang echilib ketgan gullarni tomosha qilishibdi. Shu arada kuyog'lardan biraylan qaynotasiga zo'qi kelib, "Ota, sizning qo'llari gulishgan. Qilgan ajrlari zoya ketmabdi. Yana 1-2 yildan keyin üzüm tallari meva bergidek" debdi. Buni anglagan Qavulning og'zi qichishib, gap qistirg'isi kepti va "Ota, mau tikkan ko'chatlar yo'g'inisi yana 2 yildan keyin orvig'i choq bo'lgidek" debdi. Buningga hayron bo'lgan boshqa kuyog'lar kulishibdi. Biroq qaynotasi Qavulni izo tatqizmaslik uchun jim turibdi. Qavul yana birozdan keyin "Ota" debdi. Yerda turgan kichikgina bir toshni ko'rsatib, "Bu tosh yo'g'inisa 3 yildan keyin to'liq yarog'idek tosh bo'lg'idek." Bu gapdan hammaylar uchaylar uzilgidek kulishibdi. Qavul o'zining boshqalarning oldida gap qistirganligiga xushal bo'lib, mag'rurona turibdi. To'lin ay bechara bakli izo tortib, xo'rliq his qildi. Qavulni billi ilib kelganiga bakli pushaymon qildi. Tamoq tayyor bo'lib, mehmonlar tegishli joyda o'ltirishibdi. Tatliq turumlar bilan choy ichilib bo'lgandan keyin chin tovoqlarda o'xshagan mant keltirilibdi. Mantining mazlik purqi Qavulning nafsini g'idiqlab, yegisi kelib taq bo'lgan bo'lsa-mu, To'lin ayning cho'k chekishini taqozolik bilan kutib, uning ko'zlariga talmiribdi. Cho'nglar birdan mant yeb bo'lgandan keyin cho'kining tong qilib chekilishi bilan tang Qavul aldirab ketib, mantini ilib og'ziga mo'qla sapdi va choyni mayla yutibdi. Yana qachon cho'kishigilarkin deb ko'zni xotindan uzmay qarabla turibdi. To'lin ay kechiktirib yana bir cho'k chapdi. Qavul boyiqidakla choyni mayla yutibdi. Bundaq ahvol bir necha qatim davom qilgandan keyin Qavulning bu harakati ko'pchilikning diqqatini qo'zg'abdi. Hammaylar bir-biriga ma'nli qarashyapti. Shu asnoda boyiq qiziq ko'rinishlarga diqqat qilib o'tirgan bir kichik bola qo'ldagi 2 tal cho'kini ritm bilan tovoqqa urganishgan. Qavul ayolim urganchig'i deb o'ylab, atrofga qarabmi qo'ymay, 2 qo'li bilan cho'kining ritmiga moslashtirib, shapir-shupir qilib, ko'zni yumib ochqicha bir tovoq mantini yevitibdi. Choy ko'tarib kirayotgan To'lin ay bu ahvolni ko'rib, nomus kuchidan yig'lagan peti uydan chiqib ketibdi. O'zim topgan baloga, naga baray davoga degandek, To'lin ayning otasi bilan opasi nom shuhratin deb qizining rayiga baxmay, beshining obdanli suyi bor deb bir talviga oydek qizni berib qo'ygani uchun dardini ichiga bilishibdi. To'lin ay shuningdan beri Qavulni hech qanday yerga aparmaydigan bo'pti. Ammo u yanala eriga inson bo'lgandan keyin o'ngilib qolar degan umid bilan yaxshi muomala qilib, zerikmay, adab axloq o'gitib yuribdi. Kunlardan bir kuni To'lin ayning otasi kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qapti. Kuyog'lar kayni-kayindan berib, qaynotasini yo'qlab, uning razligini elishibdi. Buningdan xabar topgan Qavul To'lin ayga "Menmi qaynotamdan razlik elib olay" deb yalvorib turibdi. To'lin ay "Yo'q, barmang. Kasal kishiga gap qo'shaqmaydi. Uning ustiga otam sizning taqtuqi gapingizni anglasa, bir kesli 2 bo'ladi" deb erining otasini yo'qlab kelishiga zodi qo'shilmabdi. Qavulmo boshqa kuyog'larga o'xshash qaynotasini yo'qlab, razlik elib kelishni takli xohlaydi ekan. Shunga u To'lin ayga yerini beribdi. To'lin ay ming taslikda ma'qul bo'pti. Ham otasining qishig'i barganda qilishga tegishli gaplarni birma-bir o'gitibdi. To'lin ay "Siz otam yotgan uyga kirib, "Salom ota, obdan turamla. Kasallari qandag'iroq, biroz yaxshi bo'lib qoldimi?" deysiz. Otam sizga javoban "Har nima bo'lsa, xil yaxshi bo'lib qoldim" deydi. Siz "Nayt yaxshi, har nima bo'lsa shunday bo'lg'ay" deysiz. Yana "Ota, sizlarni qaysi tevib davolayotdi" deb so'raysiz. Otam sizga javoban ko'rinayotgan tevibni aytib berdi. Andan keyin siz yaxshi bo'pti, u tevibning qo'li shifoliq, sizning og'riqlarini tez bir taraf qildi deysiz. Orqadan dorilarini so'raysiz. Otam yevatgan dorilarini aytib berdi.
Andın siz atamğa "U bak şifaliq dora, davamlıq yeb bersizlar" deysiz. Atam sizden xursand bo'lib qoladi. Uningdan boshqa ortiq gap qilma deb jekilab yo'lga sapdi. Qavul qiynatisining uyiga berib, to'lin ayning o'rgatganlari bo'yicha "Salom ota, yaxshi turibdilar, kasallar qandaqroq?" deb so'rabdi. Arada biroz yaxshi bo'lib qolgan edim. Yaqindan beri ahvolim ancha yaxshi emas. Ko'nglim hech narsa tortmaydi. O'zim kundan kunga ojizlab ketyapman. Menga qiyirliq yetdimi yoki ajal yaqinlashib ketyotamdi, bilmayman, deb javob beribdi qiynatisi. Nayt yaxshi, ernim bo'lsa shundoq bo'lg'ay, debdi Qavul yodlab olgani bo'yicha. Kuyog'ulning bu so'zni anglagan qiynatisining arvohi 40 kez o'rlagan holda levini tishlab, yuzini tom tarafga o'rib, jim yetyapti. Qavul yana "Ata, sizlarni qaysi tepib davolayotdi?" deb so'rabdi. "Ajal", debdi qiynatisi zardi bilan. "Pah, bu tepib bak yaxshi davolaydi. Qo'li yengil, sizlarning og'riqlarini tezli bir taraf qilib o'tadi", debdi Qavul va yana savolni davomlashtiribdi. "Tepib sizlarga qanday dorilarni beryotdi?" "Zahar beryotdi, zahar", debdi otasi ta'na aralash achchiqlanib. "Bu bakmish baliq dora, davomli yepasizlar", debdi Qavul parvoyi palak holda. Bu talva kuyog'ining gaplari qiynatisining yuragiga ajal o'qi bo'lib sanjilibdi-da, "Yo'qol ko'zimdan", deb qattiq bir varqirg'inicha mangulik ko'z yumibdi.